Assalomu alaykum. Bu singlimiz 18-kuni shu nima olgan. Kanopcha to'ti olgan. Ko'zlarida katarakt pardalar hisobiga. 30-kuni mana 26-kunga yozgan xabarini video qilib joylab qo'yganman. Umurbek tabib bisalaring YouTube Telegram kanallarimizda bor shu videomizda. Mana 30-kuni ham hozir jo'natgan ovozli xabarlarni eshitiraman. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tuzimisiz? Ishlar bilan charchamayapsizmi? Men Farg'onalik hali qizman. 18-sentyabrda knapcha qo'limga kelib tushdi. Bugun mana 30 o'shundan beri birinchi kurs lecheniya qilib kelyapman. Ko'zim ancha yaxshi, rahmat aka, sog' bo'ling. Men o'yladimki, operatsiya qildirsam, operatsiyadan qo'rqaman, bir xilgilar tiq tegizmagin deyishardi. Voy o'layin, endi ko'r bo'lib qolarmikinman degan xayol bilan rassa o'zim ichetimni yevorgandim. Anchadan beri qo'yib kelyapman. Qo'limga kelgandan beri ko'zim Allohga behisob shukr shunaqa zo'r yo'qolyapti. Men bilyapman buni. Chunki oldingi ko'zim bilan bu ko'zimni solishtirib ko'ryapman-da. Ancha yaxshi aka, rahmat katta, sog' bo'ling, oilangizni baxtiga, farzandlaringiz rohatini ko'ring, iloyim, sog' salomat bo'ling. Xudo xolasa bu birinchi kurs lecheniya, yana dam olganimdan keyin o'zingiz gapingiz bo'yicha dam olib, mumkin keyin yana qo'ying dedingiz-ku, shunda kasallikning holatiga qarab yana qo'yaman. Inshaalloh Xudo xolasa ancha yaxshi ko'zim. Rahmat, sog' bo'ling aka, katta rahmat sizga. Oddiy qaynagan suvga qildim bo'laveradi aka. Kimda shu kabi katarakta, ko'zda pardalar bo'lsa, zirena ko'rish kuchlari pasaygan bo'lsa, biz o'zi asosiy asallarni chaqtirib muolaja qilamiz. Qo'shimcha tarzda misol kasallikning holatiga qarab giyohlar beramiz. Ko'zda shu holatdagi kasalliklar bo'lsa, kanopcha to'tiga giyohlarni beramiz. Xudo xolasa natijalarimiz juda ham a'lo bo'ladi. Umurbek tabib bisalaring YouTube Telegram kanallarimiz bor. Bemalol o'shanga kirib, mana shunday natijalarimizni asallar muolajasida giyohlar bilan natijalarimizni ko'rib, o'zingiz bir xulosa chiqarib olasiz. Telefon nomerlarimiz 90lik 567 35 57.